Assalomu alaykum do'stlar. Axsikent sohildamiz. Mana bugun Savdo sanoat palatasi raisi o'rinbosari Shahlo Ibragimov shu yerda, mana viloyat Savdo sanoat palatasi rahbari Nuriddin. Aslida qanaqa? Tadbirkorlarga gap yo'q. Demak, sizlar devor qurishchasi. Devorning ustiga yana devor qurilgan. Umuman mana shu turgan joyimiz tagi ham shahar. Mana yana qaytadan ishlanib, tarixiy obdaga aylanishi uchun cheksiz mablag'lar ajratiladi. Assalomu alaykum do'stlar. Axsikent sohildamiz. Mana bugun Savdo sanoat palatasi raisi o'rinbosari Shahlo Ibragimov shu yerda, mana viloyat Savdo sanoat palatasi rahbari Nuriddin. Andijondan mana mehmonlarimiz. Turizm obyektlari bo'ylab mana Axsikentda. Aslida qanaqa? Tadbirkorlarga gap yo'q. Tadbirkorlar barham kerak emas insonlar. Tadbirkorlar bilan tanishib, gaplashib. Taassurotlar yaxshimi? Do'stlar, mana shunaqa Axsikent Sirdaryo sohili. Qilayotgan ishlari dunyosi bo'ldingiz. Shunaqa. Mana devor o'tgan emas. 300 yil avval. O'z paytida balandligi endi pastki 20 metr bo'ladi. Işte harbiy gorizont va mana tepa qismi devor qurishchasi. Devorning ustiga yana devor qurilgan. 1,5 yil avval devor. Buni tepasida Mo'g'ullar bosqin davridagi qurilgan. Umuman mana shu turgan joyimiz tagi ham shahar. Mana shu qayerga olasangiz shahar qoladi. Ana yo'q, qismi daryo o'tishimiz biz Arkid mashhur boshon devor. Ular mana shu 200 gektarni hammasini o'rganganmiz. Endi diqqat. Lekin biz yerlarga ko'rib yotamiz. Har narsalarni o'zimizda. Shahlo tumanidagi askolkalar, idishlarni. Shunaqa. Qani olib topamiz. Yer osti yo'li 16 kilometrdan cho'zilgan. Butun 400 ming aholi shahar o'zida shahar suvida. Qo'shnonlik ochilib qolgan. Ardagisi bu deydi. Endi bu o'sha o'nlab kilometr shahar suvida. 200 yil avval o'sha menga ishda. Deydan so'qolda yo'lda suv ketyapti, tepasidan tekshirib. Bog'chada bo'yizildimi? Ha, rasman tugatmadim.
tarixiy obidaga aylanishi uchun cheksiz mablag'lar ajratilyapti. Bu avvalambor mamlakatimizning turistik salohiyatini oshiradi. Qolaversa bu o'zimiz uchun, kelajak uchun bu bebaho meros. Ta'riflab bo'lmaydi, aytib berib bo'lmaydi. Keyin o'shanda o'sha davrga orqaga yurib, shunda sujjasan, his qilasan. Boshqa nima yo'q. Rahbariga, Anvar akaga katta rahmat. Nechta tilda tushuntiryaptilar. O'zbek, rus, ingliz tillariga. Xuddi birinchi marta kelgan odamga tushuntirganday ko'pchilik tushuntiryaptilar. Zo'r, gap yo'q. Biz o'zimiz faqat ko'rsatishimiz kerak. Katta rahmat, hammaga rahmat aytamiz. Xudo xohlasa bu bayramga yana taklif qilamiz. Biz o'shanda Osiyo ishbilarmon ayollar 50 yaqin davlatlarda ishbilarmon ayollarga biz san'at palatasi boshchiligi o'sha Osiyo ishbilarmon ayollar forumini tashkil qilyapmiz. Ayni kunlarda. O'shanda juda umid qilaman siz bir chiroyli qilasiz.